Tushda jirafa ko'rishning ta'birlari. Tushda jirafa ko'rish odatda balandlik, uzoqni ko'ra olish yoki yuqori maqsadlar sari intilish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Jirafalar o'zining uzun bo'yi bilan yuqori joylardan keng ko'rinishlarga ega bo'lishadi. Shuning uchun tushda jirafa ko'rish bu hayotingizda yangi imkoniyatlar yoki orzularni amalga oshirishga intilishingizni ifodalashi mumkin. Shuningdek, jirafa sezgirlik va to'g'rilikni anglatishi ham mumkin, chunki ular yaxshi ko'rish qobiliyatiga ega. Tushda jirafaning yuqoriga qaraganini ko'rish sizning orzularingiz yoki maqsadlaringiz yuqorida va ularga erishish uchun harakat qilishingiz kerakligi haqida ogoh etadi. Tush ko'ruvchi tushida jirafani sezgir holatda turganini ko'rsa, hayotingizda sezgilarga tayanishingiz yoki muhim qaror qabul qilishda diqqatli bo'lishingiz kerak. Tushda jirafani balandlikdan ko'rish, uzoqni ko'ra olish yoki kengroq nuqtai nazardan hayotingizni tahlil qilish ehtiyoji borligini bildirishi mumkin. Tushda jirafa ko'rish sizning hayotdagi ulkan maqsadlar yoki potensialingizni anglatishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.